أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي Sura Baqara tafsiri 124 başlab o'qiymiz inshaalloh. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri va yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tövəndə diqqətinizə İbn Kəsir rahimehullohning Qur'oni Karim tafsiri Uyg'urcha tarjimasi Baqara surasi 124 oyatidan boshlab o'qiymiz inshaalloh. A'udhu billahi minashshaytonirrojim. O'z vaqtida Ibrohimni Robbi bir qancha amirlar, ya'ni shariat takliflari bilan sinadi. Ibrohim ularni bija keltirdi. Alloh uningga seni cho'qim kishilarga dinda peshvo qilaman dedi. Ibrohim mening bir qism avlodimni peshvo qilsang dedi. Alloh mening peshvo qilish ahdimga zolimlar, ya'ni kofirlar erisholmaydi dedi. Alloh taolaning do'sti Ibrohim alayhissalomning ahvolini zikr qilganligi va uni kishilarga imom qilganligi. Alloh taolo bu oyatda Ibrohim alayhissalomning hurmatini texmo oshirdi. Chunki u Alloh taolaning buyurgan ishlarini qilgan va to'sqan ishlardan yongan edi. Uning mukofotiga Alloh taolani bir deb bilish aqidasida uni kishilarga ulgu qilish uchun Alloh taolo Ibrohim alayhissalomni ularga yo'l boshlamchi qilganligini ta'kidlab mundaq deydi. O'z vaqtida Ibrohimni Robbi bir qancha amirlar, ya'ni shariat takliflari bilan sinadi. Ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ashu mushriklar haqiqatan Ibrohim alayhissalomning millatidan bo'lmasa-mu, aslida uning millatidagilar o'zlarini nisbat beradigan mushrik va ahli kitoblarga Alloh taolaning uni bir ishlarga buyurib va yana bir ishlardan qaytirish orqali sinaganligini eslatgan. Amaliyotda Ibrohim alayhissalomning millatidagi kishilar san va albatta Ibrohim alayhissalomning millatidagi kishilar sen va sana ergashgan mu'minlardir. Ibrohim ularni beja keltirdi. Ya'ni u Alloh taolo buyurgan ish bo'lsin yoki to'sqan ish bo'lsin, hammasini o'z joyida ado qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Ibrohim haqiqatan yaxshi xislatlarni o'zlashtirguchi, peshvo, Allohga itoatman, botil dinlardan haq dinga buralg'uchi, ya'ni haq dinga e'tiqod qilg'uchi edi. U Allohga shirik keltirguchilardan emas edi. Ibrohim Allohning ne'matlariga shukr qilg'uchi edi. Alloh uni payg'ambarlikka tanladi va uni to'g'ri yo'lga boshladi. Uningga dunyoda yaxshilik ato qildik. Shak shubhisizki oxiratda u yaxshilar qatorida bo'ladi. Ondan sana botil dinlardan haq dinga buralg'uchi, ya'ni haq dinga e'tiqod qilg'uchi Ibrohimning diniga ergashgan. Ibrohim mushriklardan emas edi deb vahiy qildik. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, bu mushriklarga aytqinki, Rabbim meni to'g'ri yo'lga, ya'ni to'g'ri dinga, botil dinlardan to'g'ri dinga buralgan Ibrohimning diniga boshladi. Ibrohim mushriklardan emas edi. Ibrohim Yahudi mi emas, Nasara mi emas, va lekin to'g'ri dinga e'tiqod qilg'uchi, Allohga bo'ysunguchi edi.
mushriklardan emas edi. İbrahim'e en yakın bo'lganlar shubhisizki İbrahim'ning zamonida va uningdan keyin uningga, ya'ni uning yo'liga ergashuvchilardir. Bu payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalomdir. Bu payg'ambarning ummati bo'lgan mu'minlardir. Allah mu'minlarning madadkoridir. İbrahim vafodor kishi edi. Bir gunohkor odam yana birovning gunohini ko'tarmaydi. Bir gunohkor odam yana birovning gunohini ko'tarmaydi. Ya'ni birov boshqa birovning gunohi tufaylidan jazoga tortilmaydi. Ya'ni u o'ziga buyurilgan ishlarning hammasiga amal qildi. Alloh taolo İbrahim alayhissalomni sinagan ishlar. Olimlar Alloh taolaning İbrahim alayhissalomni sinagan ishlarini bekitishda ixtiloflashib qoldi. İbn Abbas radhiyallohu anhumadan bu vaqtda bir qancha xil ko'z qarash rivoyat qilindi. Abdurrazzaq İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo uni hajning faoliyatlari bilan sinagan edi. Abu Ishoqmu mushunga o'xshash rivoyat qildi. Öz vaqtida İbrahimni Robbi bir qancha amrlar, ya'ni shariat takliplari bilan sinadi. Abdurrazzaq İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo uni beshiga qilinadigan 5 xil pokizlik va bedeniga qilinadigan 5 xil pokizlik bilan sinadi. Beshiga qilinadigan pokizlik bo'lsa, burutini qirqish, og'zini chayqash, burnini chayqash, misvak ishlatish va chachni ayirishdir. Bedeniga qilinadigan pokizlik bo'lsa, tirnoqlarni ilish, avratning atrofini tozalash, xatni qilish, qo'ltiqni tozalash va cho'ng kichik tahoratlarni suv bilan yuvish qatorliqlardir. İbn Abu Hatim mundaq deydi. İbn Abbas radhiyallohu anhumaning yuqoridagi so'zi, ya'ni Said ibn Musayyab, Mujahid, Sha'bi, Naxai, Abu Salih va Abu Jald qatorliqlardan rivoyat qilindi. Hadisda mushu ma'niga yaqin bir so'z bor bo'lib, Aisha radhiyallohu anha payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Tövendagi 10 turlik ish hamma kishining tabiatida bor bo'lib, ular burutni qirqish, soqol qo'yish, misvak ishlatish, burunni chayqash, tirnoqlarni ilish, barmoq bo'g'imlarini yuvish, qo'ltiqni tozalash, avratning atrofini tozalash, cho'ng kichik tahoratni tozalash qatorliqlardir. Aisha radhiyallohu anha 10-sini unutib qopdiman, balkim og'zini chayqash bo'lishi mumkin dedi. Muhammad ibn Ishoq ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh İbrahim alayhissalomni sinagan ishlar tuvandikicha. U o'z qavmidan ayrilib chiqishga buyurilganda, ulardan Alloh uchun ayrilganligi. Namrud degan kafir Alloh taolani inkor qilganda, uning bilan Alloh taolo uchun xatarga qaramay munozirlashganligi. Bu kafir uni ko'ydirish uchun o'tqa tashlaganda, Alloh taolaning yo'lida uni sabr qilganligi. Alloh uni o'z qavmidan ayirib chiqishga buyurganda, Alloh taolo uchun o'zining vatanini tashlab chiqqanligi. Alloh taolo uni farishtalarni mehmon qilishga buyurganda, uningga o'zi va milini aymaganligi. Bolasini bo'g'izlashga buyurganda, uni bajo keltirmoqchi bo'lganligi qatorliq ishlardir. U bu ishlarning hammasini Alloh taolaning roziligi uchun qilgan edi.
Allah Taala onunğa mundaq deydi. Rabbinin emrige itaat qılğın dedi. O alemlerinin Rabbige itaat qıldım. Zalimlarning, yani kafirlarning Allah Taala'nın ahdisiga erişelmeydiganlığı. İbrahim mening bir qism avlodimni peshvo qilsang dedi. Allah mening peshvo qilish ahdimga zolimlar, yani kafirlar erişelmeydi dedi. Yani Allah İbrahim aleyhisselamni kishilarga yo'l boshlamchi qilib edi. Allah Taala'dan balalarının içidenmi yol başlamcılarını çıkarıp berişini so'radi. Allah onun tiligini icabet kılıp onunğa balaların içinde zalimlar, yani kafirlar buludu. Ula Allah Taala'nın ahdisiga erişelmeydi. Ula kişiler ergişidigan yol başlamcı bolalmaydı dedi. Allah'ın tövendeki ayeti onun mening balalarımның içidenmi yol başlamcılarını kılsan degan tiligini icabet kılganlıqının ispatıdır. Onundan keyin peygamberlikni, kitapni, yani samavi kitaplarni onun avladıga xos qildik. Allah İbrahim aleyhisselamdan keyin hamma peygamberni onun avlatlarının içinden evetti. Ve hamma kitapni ularga avladıga düşürdü. Amma Allah Taala'nın mening peshvo qilish ahdimga zolimlar, yani kafirlar erişelmeydi degan oyati orqali onun balalarının içidenmi zolim, yani kafir bo'ladi. Ular Allah Taala'nın ahdisiga erişelmeydi. Gerçi ular İbrahim aleyhisselamning nesildan bo'lsa-mu, onundan keyin onun ishlaridan birsigimi ega qilib qo'yishga bo'lmaydi. Yaxshi kishi bo'lsa, onun tiligen narsasi icabet qilinib, onunğa erişelaydi deganlardan xabar berdi. İbn Xavayzmindan mundaq deydi. Zalim Adem musulmonlarning boshlig'i, hokim, mufti, guvohchi va yoki hadis rivoyat qildigan ravi bo'lishga loyiq emas. O'z vaqtida biz Ka'bani kishilar uchun jam bo'ladigan joy va omon joy qilib berdik. Kishilarga maqomi Ibrohimni namozgoh qilinglar, ya'ni shu yerda namoz o'qinglar dedik. Allah Taala'nın uyi, yani Ka'ba'nın ortiqchiligi. Öz vaqtida biz Ka'bani kishilar uchun jam bo'ladigan joy va omon joy qilib berdik. Avfi bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Kishilar Ka'baga necha qitim kelsa-mu, uningga qonmay yana kelishni orzu qildi. Abu Ja'far Rozi bu oyatning ma'nosi haqida Rabi' ibn Anasdan rivoyat qilib, Abu Aliyaning mundaq deydi. Biz uni dushmandan, oningda qurol tutishdan xotirjam qildik. Islom kelishdan burunmi Makkaliklar asr ilinmay xotirjam yashaydi. Lekin Makkaning sirtidagi kishilar bulang-talonga uchrab turadi. Bu oyatning mazmuni Allah Taala Ka'baning hurmatini ziyoda qilib, kishilar uningga har yili kelsa-mu, uningdan mehrni uzalmay yana qaytib kelishga ishtiyoq bog'lab keladigan o'rin qilganligini zikr qildi. Allah Taalaning Ka'bani shundoq hurmatli qilishi do'sti İbrahim aleyhisselamning qilgan duosini ijobat qilganligidandir. Allah İbrahim aleyhisselamning qilgan duosini bu yerda bayon qilib mundaq deydi. Rabbimiz avlodimning bir qismini, ya'ni balam İsmail bilan ayolim Hajarni namoz o'qisin, ya'ni san ibodat qilsin deb
sening hurmatli uyingning qishidiki ekinsiz bir vodiga, ya'ni Makkaga o'rinlashtirdim. Rabbimiz bir qism kishilarning dillarini ularga moyil qilgan. Ularni shukr qilsin deb turli mevalarni ularga rizq qilib bergin. Rabbimiz, sen bizning yoshurun va oshkor qilganlarimizni bilib tursan. Osmon zimindagi hech narsa Allohga maxfiy emas. Jami hamdu sana yaşanğanımda bana İsmail bilen İshak'ni bergen Allah'a xasdır. Rabbim hakikaten duanı anlap turğucudur. Yani dua kılgıcının duasını icabet kılgıcıdır. Rabbim meni ve bir kısım avladımni namazını ada kılgıcı kılgın. Rabbim duayımni kabul kılgın. Allah Ka'bini bir adam Ka'ba teshida jinoyat o'tkazib qo'yib ichiga kirib olsa, kirib olg'uchiga xotirjamlik beriladi deb sifatladi. Ka'baning bu hurmati uning qurg'uvchisi Alloh taolaning do'sti Ibrohim alayhisalomga bo'lgan hurmat yuzasidandir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. O'z vaqtida Ibrohimga Beytullohning o'rnini tayinlab berdik. Onunğa aytdikki, "Manga hech narsani shirik keltirmagan. Haqiqatan insonlarga ibodat uchun tunji silingan uy, ya'ni Beytulloh Makkadir. Mubarakdir. Jahon ahliga hidoyatdir." Onunda ochiq alomatlar borki, maqomi Ibrohim shularning biri. Beytullohga kirgan odam amin bo'ladi. Allah bu ayette İbrahim aleyhisselam turgan yerinin yanında namaz o'qishga buyurish bilan billa onun hürmetini ziyade kılıp mundaqdaydi. Kishilarga maqomi İbrahimni namazgah qilinglar. Yani şu yerde namaz o'qinglar dedik. Maqomi İbrahim. Kishilarga maqomi İbrahimni namazgah qilinglar, yani şu yerde namaz o'qinglar dedik. Sufyan Sevri bu ayetning ma'nosi haqida Said ibn Jubayrning mundaq deganligini rivoyat qildi. Tash Alloh taolaning payg'ambari Ibrohim alayhisalomning turgan o'rnidir. Alloh taolo uni hurmatli qildi. Ibrohim alayhisalom u toshda turadi. İsmail alayhisalom uningga Ka'baning temiga qo'ydigan toshlarni sunib beradi. Maqomi İbrahim Ka'baning temini salganda putining ostiga qo'yilgan tosh emas, balki İbrahim alayhisalom balasi İsmailni yo'qlab kelganda İsmail alayhisalomning ayoli uning beshini yuyish uchun putiga qo'yib bergan tosh deganlami bor. Agar u tosh beshini yuvganda qo'yib bergan tosh bo'lsa, uning ikki putining izi hozirgi tosh tikidek bo'lmay boshqacha bo'ladi. Suddi bu o'rin İsmail alayhisalomning ayoli İbrahim alayhisalom beshini yuyish uchun uning putining tagiga qo'yib bergan tosh deydi. İmam Qurtubi bu rivoyatni ojiz deb qaradi. Boshqalar bunda qaramadi. Bu haqda boshqa olimlarmi İmam Suddiga o'xshash qaraydi. İmam Ebu Hatem Cabir radıyallahu anhu'nun Peygamber aleyhisselamның hac faaliyetlerinden sözlep berip etip mundaq deganligini rivoyat qiladi. Peygamber aleyhisselam Ka'bani tavob qilib atqanda Ömer bu bizning buvimiz İbrahim aleyhisselamның dastlab turgan o'rnimi deb so'radi. Peygamber aleyhisselam onunğa "Ha" deb javob berdi. Ömer onun yenini namaz o'qiydigan yer qilaylimi dedi. Andın Allah bu ayetni nazil qildi. Kishilarga maqomi İbrahimni namazgah qilinglar, ya'ni shu yerda namoz o'qinglar dedi.
İbn Abu Hatem Anas ibn Malik radıyallahu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qildi. Umar ibn Xattab mundaq deydi. Men Robbim bilan 3 ishda bir yerdan chiqib qoldim. Men payg'ambar alayhisalomga Ibrohim alayhisalom turgan o'rni namoz o'qiydigan qilsaq degan edim. Kishilarga maqomi Ibrohimni namozga qilinglar, ya'ni shu yerda namoz o'qinglar degan oyat nozil bo'ldi. Men payg'ambar alayhisalomga sening uyingga yaxshi odammi, yomon odammi kirdikan, mu'minlarning onalarini, ya'ni ayollarini yuzini yipishga buyursang degan edim. Ondan Allah payg'ambar alayhisalomning ayollarini yuzini yipishga buyuradigan oyatni tushirdi. Men yana payg'ambar alayhisalomning ba'zi ayollarining onunğa qayğanlığını anlab qaldım. Men ularning yeniga kirib, sizlar qilgan ishinglardan yeninglar. Bo'lmasa Allah payg'ambariga sizlarning o'rninglarga sizlardan yaxshi ayollarni yengushlab berdi desem, u menga: "Ey Umar, sen payg'ambarning ayollariga nasihat qilmasangmi? U o'zining ayollariga nasihat qilolmamdi" dedi. Ondan Allah Taala bu oyatni nozil qildi. Agar u sizlarni qo'yib etsa, Robbi sizlarning o'rninglarga sizlardan yaxshi Allohning va payg'ambarning amriga bo'ysunguchi, Allohga va payg'ambarlarga iymon etguchi, itoat qilguchi, gunohlardan tavba qilguchi, ibodat qilguchi, ro'z tutguchi cho'kanlarni va qizlarni uningga berishi mumkin. İbn Jarir Jabirning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom Hajrul Aswad qora toshni so'ydi. Ondan 7 qitimliq tavofni 3 qitimda so'kildab mangdi. Qolgan 4 qitimida osti mangdi. Ondan İbrahim alayhisalom turgan o'ringa berib bu oyatni o'qidi. Kishilarga maqomi İbrahimni namozgah qilinglar, ya'ni shu yerda namoz o'qinglar dedi. Ondan u o'rinni Kabe bilan o'zining orlig'iga ilib 2 rakat namoz o'qidi. Ondan u o'rinni Kabe bilan o'zining orlig'iga ilib 2 rakat namoz o'qidi. İmam Buxoriy Amr ibn Dinarning mundaq deganligini rivoyat qildi. Men Ibn Umarning payg'ambar alayhisalom kelib Ka'bani 7 qitim aylanib bo'lib, İbrahim alayhisalom turgan o'rinning keynida 2 rakat namoz o'qidi deganligini angladim. Bu hadislarning hammasida İbrahim alayhisalom turgan o'rinning Ka'bani silish uchun uning ustiga chiqib ishlatgan toshning ko'zda tutilganligini uqtirib berdi. Ka'baning temi egizlab ketib edi. İsmail alayhisalom u toshni ilib kelib İbrahim alayhisalomning putiga qo'yib berdi. İsmail alayhisalom uningga toshlarni sunib berdi. İbrahim alayhisalom toshlarni o'z qo'li bilan qo'yatdi. Bir tarafni bitirib bo'lib, yana bir tarafga o'tadi. Toshnimi o'zi bilan birga yo'tkaydi. Shunday qilib Ka'baning temini qo'pardi. Allah Taala xolisa İbrahim alayhisalom bilan İsmail alayhisalomning Ka'bani salganligi haqidagi qissasini oldimizda uchirtimiz. Toshda uning 2 putining izi ochiq edi. İslam kelishdan burunqi arablarmi u izni taniydi. Musulmonlarmi buni ko'rdi. Anas ibn Malik radıyallahu anhu'nun bu haqda mundaq deganligini rivoyat qilindi. Men İbrahim alayhisalom turgan toshda uning putining barmoqlarining izlarini ko'rgan edim. Keyin kishilar qo'llari bilan ko'p silganlikdan yo'qab ketdi. Asli İbrahim alayhisalom turgan tosh Ka'baning temiga chaplab digidek yaqin qo'yilgan edi. Toshning o'rni Ka'baning eshigining o'ng tarafida, hojilar suyadigan toshning yenida maxsus bir o'rinda edi.
İbrahim aleyhisselam Kabe'ni silip bulup taşını şu yerde koyup koygan bo'lishi mumkin. Yoki Kabe şu yerga kelganda putgan bo'lishi mumkin. Kabe'ni tavob qilib bo'lib, İbrahim aleyhisselam turgan taşning qishida 2 rakat namoz o'qishga buyurilganga qaraganda Kabe şu taşning o'rniga kelganda putgan bo'lishi aqlga uyg'un. Ömer ibn Hattab taşni Kabe'ning temining yinidan azroq keyniga surib qo'ygan edi. Buningga sahobalardan birmi qarshi chiqmadi. Abdurrazaq Mujahidning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ömer ibn Hattab maqomi İbrahimni birinchi bo'lib hozirgi o'rniga yetkazgan kishidir. Abu Bakr Ahmad ibn Ali ibn Husayn Bayhaqi Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qildi. İbrahim aleyhisselam turgan taş Payg'ambar aleyhisselam va Abu Bakrning zamonasida Kabe'ga choplashib digidek yaqin turadi. Uni Umar ibn Hattab radhiyallohu anhu keyniga, ya'ni hozirgi o'rniga yetkazib qo'ydi. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Shuning bilan Baqara surasi tafsirining 124-oyatini o'qib bo'ldik. İnşallah Allah nasip eylese qolganini keyingi o'qishimizda anglaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.